kurak ko'tarib olgan yigitning asl ismi Kim Suho, lekin o'zining sobiq yordamchisi va g'alati uy hayvonlari bilan birga bu noma'lum dunyoda uni Lloyd Frontera deb atashardi. U tepalikda bel kuragini yerga bir urishi bilan butun boshli ulkan qurilish loyihalari, chizmalar va binolar manzarasi paydo bo'ldi. Bu uning oddiygina quruvchi muhandis bo'la turib, butun dunyoni qanday qilib butunlay o'zgartirib yuborgani haqidagi ajoyib hikoya. U do'sti Xavierga qarab, bularning hammasi pul og'ayni, faqat pul deydi. Xavier esa uning oxir-oqibat aqldan ozganini aytdi. Bir necha yil oldin qandaydir sirli kuchini tanlab olgandi. Endi u o'tgan tunda o'qiyotgan Qon va Temir ritsari nomli romanning qahramoniga aylanib qoldi. Tizim unga omad tiladi og'ayni. Suho esa nima bo'layotganini tushunmay hayron. Axir u tomchi ham ichmagan bo'lsa, qanday qilib ko'ziga g'alati narsalar ko'rinyapti? U o'ziga savol berdi. Yo'q, endi bu o'sha internet romanlardagi tez-tez uchraydigan isekai dunyosimi? Demak, men hozir boshqa dunyoga tushib qoldimmi? Lekin nega u shahar tashqarisida muzdek sovuq yerda uyg'ondi? U qotib qolgan, usti-boshi iflos va ahvoli umuman chatoq edi. Tizim unga ko'chada uxlagani uchun o'zida qandaydir g'alati anormallik borligini xabar berdi. Suho esa tizimning bu asabga tegadigan gapirish tarzidan g'azablanib, unga baqirib yubordi. Endi u isekai romaniga tushib qolganini aniq biladi. Lekin qishloqda yashaydigan va ko'chada uxlaydigan qaysi bechoraning tanasiga tushib qoldim ekan deb o'yladi. Shu payt kimdir unga yaqinlashib, yosh xo'jayin Lloyd deb chaqirdi va uni hamma joydan qidirib, nihoyat topganini aytdi. Uning qarshisida Qon va Temir ritsari hikoyasining bosh qahramoni Xavier Asraxan turardi. Suho yigitning xuddi romandagi rasmlardagidek juda kelishgan ekanligini ko'rib qoyil qoldi. Lekin shoshma, u hozirgina uni Lloyd dedimi? Xavierning qilichboz safidagi dong'i hikoya davomida butun qit'aga tarqaladi. Biroq boshida u shunchaki Baron Arcos Fronteraning ismsiz ritsari edi xolos. Baronning to'ng'ich o'g'lining ismi esa topdingiz, xuddi o'sha Lloyd Frontera edi. Lloyd ichida, "Obbo, nahotki o'sha ishyoqmas yer emas men bo'lsam", deb o'yladi. Xavier uni hurmat bilan, ism bilan chaqirdi. Hech qachon yuziga yaramas demadi. Lekin qahramonimiz o'zining kimligini yaxshi anglab turibdi. Bu ham bitta yutuq. Tizim esa Xavierning kayfiyati hozircha zo'r ekanligini xabar qildi. Keyinroq yosh xo'jayinni isitish uchun kamin olovini ko'ylayotgan Xavier kechasi bilan nima balo bo'lganini rostdan ham eslay olmasligini so'radi. Ma'lum bo'lishicha, u shunchalik ko'p ichganki, butun boshli barni ag'dar to'ntar qilib tashlagan. Uyga yo'lni esa faqat hayvoniy instinkt bilan topib, yo'lning o'rtasida hushidan ketib yiqilgan. Lloyd ichida, haqiqiy tentakdan shuni kutish mumkin edi, deb o'yladi. Xavier esa dadasining qattiq xavotir olib, uni qidirishga yuborganini aytdi. Agar o'sha ishyoqmas o'g'il uyga umuman til tortmay, o'lik holda qaytib kelsa, bechora ota qattiq xafa bo'lardi-da. Lloyd esa hali ham muzlab, qaltirab o'tirardi. Xavier unga yaxshilab dam olishni tayinladi va bo'lib o'tgan voqealar haqida hisobot berishni aytdi. Qahramonimiz bosh irg'ab qo'ydi. Lekin ritsar xonadan chiqib ketishidan oldin Lloyd to'satdan "Bizning oilamiz qarzlari tiqilib yotibdi, to'g'rimi?" deb so'rab qoldi. Xavier esa bu umuman yangilik emasligini, bunga hech kim ajablanmasligini aytib, eshikni tars etib yopib chiqib ketdi. Lloyd xonada yolg'iz, chuqur o'yga tolib qoldi. Axir u bu romanning har bir harfini yoddan biladi. Universitet yotoqxonasidagi so'nggi kechada u asarni to oxirgi bobigacha o'qib chiqqan edi. Albatta, u Lloydning qanday fojiali taqdiri borligini ham juda yaxshi bilardi. Boshida baron va baronessa qandaydir firibgarning tuzog'iga tushib qolishgan. Lloyd esa oxir-oqibat qon qusib o'ladigan haqiqiy piyonista va ko'chadagi daydi edi. Zodagon bo'la turib o'z hayotini shunday xarob qilganini qarang. U yana o'ziga o'zi savol berardi. Meni tanlab olgan o'sha afsonaviy kuch o'zi nima balo edi? Iltimos aytinglarchi, shunday baloga qolish uchun men nima gunoh qildim o'zi? Ertasi kuni ertalab kutilganidek Xavier Lloydning onasiga hamma sirini ochib berdi. Aslida qahramonimiz o'tgan tunda shunchaki roman o'qib o'tirgan edi. Qandaydir barni ag'dar to'ntar qilmagandi-ku. Onasi Marbella undan rostdan ham shunday qildingmi deb so'radi. Lloyd esa vaziyatni yumshatish uchun borib kechirim so'rashni aytdi. Lekin uning bu gapi narga ikkovini shunday qo'rqitib yubordiki, ko'rsangiz edi. Suho ichida rostdan ham bu yigit shunchalik yomon odam bo'lganmi o'zi deb hayron qoldi. U Xavier bilan birga shahar bo'ylab o'sha bar tomon yurib ketayotganda vaziyat u o'ylaganidan ham yomonroq ekanligini isbotladi. Uni ko'rgan odamlar qo'rquvdan yashirinishyapti, har tomonga qochishar, derazalarni taqillatib yopib, bolalarni uylariga tortib ketishardi. Dahshat. Tasavvur qilyapsizlarmi? Tizim unga ochiqchasiga "Sen odamlarning g'ashiga tegyapsan", deyapti. Lloyd esa Xavierdan nega orqasidan soya kabi ergashib yurganini so'radi. Xavierning javobini qarang. Kechagi sharmandalik yana takrorlanmasligi uchun, yosh xo'jayin. Lloyd hayron bo'lib, "Meni himoya qilish uchunmi?" desa, Xavier sovuqqonlik bilan, "Yo'q janob,